Do'stlar, sizlar bilan men Javohir. Bugun bizlar Minecraft o'ynaymiz va buni bizlarning do'stimiz Asilbek, ya'ni ukamiz bo'ladi u. Va bugun bizlar shu Minecraftda 100 kun yashashimizga to'g'ri keladi va bu bir videoda emas. Bo'lib qismlab o'ynaymiz. To'g'rimi Asilbek? Ha. Endi buni to'g'rilaymiz. Davay. Bunday tez yurasizmi? Buzilib qolyapti. Menga Mana Misr. Men tuzunasi bilaman. Shuni kam narsalar olmay tur, xo'pmi? men olaman. Yo'q, olmay tur, men kiyimniki ko'p bo'ladi. Qara. Men ham olay. Yo'q, sandiq ochib tur. Bos deganda bosasan. Birinchi obsidian. Men kirayman sandiqqa. Clear bos. Savoq qil. 1 2 3 obsidian bosasan. 1 2 3. Bos. Qani, 9 ta 7 ta. Kanal. Bo'ldi, bitta obsidian ishni qilamiz. Va hozir Asilbekda 7 ta, menda 9 ta obsidian. Xohlasangiz qilib ko'rishlaringiz mumkin. Bu juda ham oson. Endi partalar gazaymizmi? Partal hamma qishloqlar osmondan tushdi. Bluetooth'ni men qo'shgan yo'q Bluetooth. Xo'sh, butun yon va xo'sh, endi ko'chatlarni ham birma-bir o'qotsak ham bo'ladi. Bular noshlinga buzilib qoldi. Noshlik emas, o'qoqchi. O'zbekchasiga gapirish kerak Asilbek. Sizda hamma shunday deb bo'lgan qo'llar. Menga ham qo'yarsa, men past yuribman mazza. Senga ham bo'lib beraman, asa qo'rqma. Asilbek degan asid yurak. Ana shu sabzlarni ol, mana nimalar olib yotma. Faqat sabzlarni ol. Sabz ikkitalikmi, bittalikmi? Hammasi har xil bo'lib tushadi. Menga bir ham to'p tushdi. Olaver. Keting, endi yog'ochga olaymiz. Men non uchun narsa yig'olay. Menda bitta nondika bor. Asi boyagidek qilmaymiz buni. Partami? Yo'q. Sabzlar ko'paytirib olmaymiz. Yo'q. Men ikkita nonga ovqatim bor. Siz qayerda ko'rmayapsizmi? Men bu yerda daraxt chopyapman. Tezroq daraxtlarni chopib qilish. Xo'sh, mana toshli asaxalar yasab oldik. Men bo'lsa umuman noto'g'ri ishlar qilib tashladim. 5 ta narsa yasab o'tiribman. Sen ham Nurbekda qolishmas ekansan. Nurbekda tanimaydiganlar ham ko'p. Nurbekda tanimaydiganlar ham ko'p. U Nurbek Asilbekda ukasi. 5 yosh. U ham Minecraft o'ynashni biladi. 5 yosh. Xo'sh. Jamba degan gap tushunmaysanmi? Kimga aytapsan? Javob. Ham ukamiz. Bor yo'qling, ana kelani o'qib tur. Ukam bekorga keldi. Menda bitta yog'ochda ololmay o'tiribman. Sening qo'ling 7 ta blokka yetadi. Olish uchun. Qo'yish uchun 3 ta. Menda yotoq bor. Menda yotoq bor. Ha? Men boya qo'ylar o'ldirdim. Nechta? 3 ta. Qishloqni o'ldirib yuboraymi? Go'sht tushmaydi-ku, yo hech nima tushmaydi-ku qishloqda. Qanday? Yaxshi qiz.
qizim ekan-da. Uy, yomon sakrab o'tdim. Ishonmasang ko'ring. Mayli, senga ishonaman. Orqa tushib ketdim. Короче, bizni qo'limizdagi ovqatlar yetadi. Orgacha faqat. Naz yetilab o'tir. Javob aka. Naz. Nima ular bor-ku? Ha, chiroq, fakel nima? Mesela ha, qo'limiz Shu qorajina. ha, yasasa bo'ladi. Bu yerda bitta 2 donagina ol bo'ldi. Keyinsi bitta oq bor, o'shani o'ylarsam bo'ldi. Menda bitta oq jun bor, o'shani o'ylarsam, undan keyinsi bo'ldi. To'q turib birinchi o'yinda. Yo, o sabzing nechta? Sabzi 14 ni nima kam olding? siz nechta olasiz? Yo, telefon ko'rsatdi. Mana bas. 14 ekan chistisi. Voy, qanday xabar keldi. Mayli. Men qorajin topyapman. Yo'q. To'q. Er xotin emas, ona bola. Aytak, ona bilan Lola gul bilan bog'ladi. To'xta, buni qanaqa mana bor? Hamma o'lib qolgan, men narsa berdi. Nima narsa? Narsa bor, qo'rqmang. Narsa deysan? Asi bu yerda ham sabzilar bor ekan-ki, sabzilarni olib ket. Aytdim, menga tovush chiqmaydi deysan. Kimda? Telefonni. Men juda g'alati qildim. Xo'sh, yaxshi, aya bo'ldi. Qaysi egandi? Asi bu yerda sabzilar bor deyapman. Olib ket, ovqating kam deyapman. Yo, o'zim olib yurayman. Ikram bilan mendan olib. Kechasi bilan yo'qlaning. Kechasi. Juning bormi yana bitta? Men o'z bitta junim bor. Hozir men qishloq ko'rib kelaychi, jun bormi? Mana oq junni ham ol. Ya 15% ortib qoldi. Kimda? Meni. Meniki bo'lsa 65. 65. Yaxshi. Bu yerda-chi, bormikan, yo'qmikan? Katta ehtimol bilan yo'q ekan. Bu yerda lavlagi bor ekan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Ikkinlarda lavlagi bo'lgan ekan. U lavlagini yegan Ibrohim esa bitta quloqchini olgan ekan. Xo'sh, yana nimalar olsak ekan? Bunaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Do'stlar, mana buni qaranglar, creeper qayerga joylashib olgan. Bir marta urdim. Ikkinchi, u ana, urug'lari bilan tushib keldi. Level nechaga tushdi? Nima bu? Level. Ha, darajada o'zbekchasiga gapir. Opa. Minecraft o'ynab shuni aytib qo'ydim. Birga aytaymi? Biz bugundan o'ynab qolsak-ku. Oldin o'ynamaganmisan, Asi? Oldin necha yoshligim o'ynagan. Tasavvur. Dadang ketganiga 1 yil bo'lyapti, yo oy bo'lyapti, men hisoblayman, короче, dadang ketganiga. Yana kuchukchas 2-aprel keladi-ku. Ha. Ana shuni 1 yil bo'ldi. 2-aprel? Qanaqasi 2-aprel? Qani 2-aprelda ekan. Endi men uxlayman. Men tashqari zombi. Tosh boshi bo'ldi. Men bu yerda zombi, skelet, har xil maxluqlar bilan urushyapti. To'g'rimi, skelet? Suyak ham kerak-ku, it boqib olishga, keyin ekinlarni ko'paytirishga ham kerakli suyak. Suyak bu eng boylik narsadir. Uyga tosh o'g'risi kirdi. Tushunmasman men. Men senga aytyapman-da. O'rniga yog'och qo'yib qo'yaman. Men skelet payqadi, endi o'qizadi. Yo'q. Meni ko'rasizmi? Ko'ryapman bu yerda skelet. Yaxshi. Ismimni bilib olasan.
Hamma tanku. Men taniysanmi deydi. Taniyman deydi. Taniysan yaxshi. Sening gapingga kulaman deb bu yerda qonim ochib qolibdi. Yo'q, indirmen. Indirmeyda o'ldirganda bir ting ham foyda yo'q. Indirman. Voy, orqadan urishdi. Sklit urding orqamdan. Yo'q, birga aytaymi, mana uni ishga jon to'ldiradi. Nima jon to'ldiradigan narsa yo'q-ku. Faqat damlamada tashqari. Ovqatda. O'zim qo'yaman. Shunaqamizlarni olib ketish kerak. Sklit qaniki? O'ylarik senga bitta maslahat berdilar. O'ynashma deydi-yu. Pul qo'li. Ha, do'stlar. Saytga qo'shishga sizlarga qaysi bir komanda yoqadi? Realmi, Barsami yoki Manchestermi? Menga qolsa Real Madrid. Hala Madrid. Menga qolsa Manchester, g'alaba Manchester zo'r. Manchesterda Abduqodir. Abduqodirmanda. Zombi. Manchester bo'ldi. Nima bo'ldi? To'qqiz 3 taldi. Men uyqu Sen. Ya, asi. Birinchi marta ko'rishim, maxluqlar bir-biri bilan do'stligini. Qarasangda tepada zombi bor edi, tagida blok sindirib tushadi-ku, keyin o'liraman desam, urguncha kelib meni urib yotibdi. Ko'ryapsanmi do'stlik? Do'stlik qanday buytdi? bir kishiga. Asi, mana bu yerda chum bor ekan. Bir kishi uchun bir kishi. Buni bizga ustozimiz aytgan. Vayga kim edi ismi? Umar ustoz. Asi, mana jin topildi. Krabat yasava. Yotoq. Sen nima bilan yeyapsan? Asi, mana jin bor. Kelding, ol, undan keyin yotoq yasa. Ko'rdim, shu borayotganim bilan yo'lda narsalar chiqib qoldi. Qarshimga yo'qlayapman. U qolganda bitta ham maxluq meni ura olmaydi. Minecraftdagi eng kuchli maxluq bu. Qaysi birini bilasanmi? Eng kuchli maxluq. Uni men oldim, keyin qo'yib qo'ydim. Men o'qiyotgan joy oldiga bor. Orqangda qop-qora bo'lib turibdi. U nimalar lavlaglarda. Nima lavlagini jon to'ldiradi. Yarimtagina, u nima qilasan? Yarimta. Qara, zombi seni solyapti. Obsidian'da bo'ldi. Nimadan ko'raman, Boring. Text, bitch. Tak что degan